Sixanuk Chingwangning Sharqiy Turkistonga sayohati 70-yil 2-oy qish vaqti. Kambojaning davlat boshlig'i Sixanuk Chingwang podshoh Fransiyalik ayoli va o'zining yordamchisi Binnu Chingwang bilan mamlakatga siyosiy o'zgarishdan qochib Jungoga boshpana talab qildi. Xitoy hukumatı ularni o'z himoyasiga olib, Jungoning butun yerlarini ekskursiya qildirib, o'ynatib, yaxshi kutib oladi. Bularni tomosha qildirish uchun Sharqiy Turkistonning Urumchi shahriga elib kelganda harbiy holat bo'lib, gumonliq odamlar deb yana milliylarni yig'ib oldi. Hukumatning gumonliq odamlari yana milliylar edi. Ularning maqsadi shaharni milliylardan tozalash bo'ldi. Harbiy holat vaqtida shahardan qochib ketib tinishlandi deganda qaytib kelayotganlarni harbiy holatda yig'ib elib mang'atdi. Bu kecha opam bilan kichik singlim ikkisila 3 yig'iz uyda yolg'iz qolgan ekan. Chunki Nurjon akalarga idoradan uy berib, Beyming tarafga ko'chib ketgan edi. Yerim kecha bo'lganda uyning hamma deraza eshiklarini daranglatib urganda xuddi dunyo og'dirilib kelayotgandek dahshat ovoz anglanadi. Chunki uyning har birisida 2 deraza, 3 uyda 6 deraza, 1 eshik, har derazada yo'g'on taxtaydan yasalgan yog'och qapqoq to'mir bilan uyning ichidan taqab qo'yilgan. Shunglashqa derazaning dangildishi texmi qattiq ovoz chiqaradi. Kichik singlim uyqusidan cho'chib uyg'onib, vaqirab yig'lab ketadi. Opammi uyqudan cho'chib uyg'onib, o'zini bir oz vaqt bilolmay, ondan kim deb vaqiraydi. Och eshikni jusadi tekshirish etirdi deb eshiklarni yanama qattiq uribdi. Opam achchiqlanib, "Nimancha uruslar, uyda kim bor deb o'ylaysizlar?" deb eshikni ichib beribdi. Uyga og'ziga maska, ko'ziga qora ko'zoynak taqagan, beshiga harbiy malhayni cho'kirib kiyib olgan, qo'llariga qora palay, uzun qora qo'l chiroq tutgan 7 odam kirib keldi. Singlim Musharraf aran dasqa ulgurib, tushib bir das yop-yeshil suv qusibdi va butun badani bezgakdek titrab dasib turolmay bola boshqacha bo'lib qopdi. Opam berib singlimni tutib turib, nima ishinglar bor? Mushinchil qilib jahonni tavritib keldigan nima ish bo'ldi? Sizlar odamlarni bunchalik oyoq osti qilamsizlar? Bu bolaning yuragi yerilib, o'lib qolsa qanday qilasizlar? Bizning keynimizga nima shuncha tushib olsizlar? Biz nima ish qildik? deb ochiqdan so'zlab ketibdi. Kelgan odamlarning ichidan egiz bo'yliq o'ruq Xansucha til bilan "Sen bu yerda turishga bo'lmaydi. Adadan qolmasdan yeziq chiqib ketishing kerak" deb tovlabdim. Opam ularning bo'y turqidan ovozidan soqchi idorasining odamlari ekanligini to'nib, bizning shaharda turib bo'lmaydigan qandoq bir yerimiz bor ekan, biz azaldan mushu shaharlik, Urumchilik, mening otam bilan yo'ldishimning dadisi mushu o'ylarni ilib o'zi elib selib, mushu uylarda yo'ldishim yenidagi qo'shni o'ylada men tug'ilib, mushu uylarda biz cho'ng bo'lgan. Biz boshqa yerdan kelgan kelgundilar emas, eqib yurgan qora nopuslar emas. Biz Shinjonglik, Urumchilik, yerlik xalqimiz debdim. Heyliq uzun bo'yli Xanzu yana ochiq bilan shaharda yomon, nachar odamlarni qoldirg'ul bo'lmaydi. Cho'qim ketishinglar kerak deb tovlabdim. Opam, "Gongshini biz kommunizmning tipik ulgisi, xalq gongsi bek yaxshi deb butun mollarimizni, uydagi jabdoqlarimizni berib, shuncha yil kecha kunduz demasdan, yakshanba va bayram kunlarini ko'rmasdan sotsializm, kommunizmga boramiz desa, o'lib tirilishimizga qaramasdan ishlab kelgan edik. Uni biz bir yaxshi yer desak, u jinoyatchilar avatadigan ikkinchi turmimi bu? Qandoq gap? Undaq yomon yer bo'lsa, men o'lsam bormayman. Bilib qo'y, bu o'ylar bizning o'yimiz. Men hech kimning uyiga kelib o'ltirmadim. O'z uyimizda o'tiryapman. Tala mushki uy mushkini qo'g'labdi degandek, meni qo'g'lamoqchimi? Men o'lsammi ketmayman. Bu uydan beshimni kesib olsanglarmi, badanim bu uydan chiqmaydi. Avval sizlar mavu bolamni doktorga ko'rsatib davolanglar deb yig'labdim. Oxir ular bir oz yumshab, "Balangni ata doktorga olib davolat" deb chiqib ketibdim. Bola tong atqicha to'xtamasdan qusib, o'zini bilolmay yetib, doktorlar davolab bir haftadan keyin bir oz yaxshi bo'lib qoldi. Opam 67-yildan boshlab Urumchi shahriga nopusimizni yo'tkab kirish uchun bormagan idora, yurmagan yo'l
Arz yazmagan yer qolmadi. Ammo hech qaysidan bir ümitlik so'z chiqmadi. Şinjanның raisi Seyfiddin efendimga shahar go'ngshilarga yo'tkab kelish uchun tasdiq qog'oz qildirib, shahar go'ngshiga Xudoyim bizni yo'tkab berskan deb chiqib ketdi. Ammo 1,5 soatga qolmasdan so'lishib yenib keldi. Men ulardan qandoq bo'ldi deb so'radim. Qandoq bo'ladi? U yerga mu olmadi deb singlim G'aysha o'zini o'rindiqqa tashladi. Men ustal chetida xat yozib o'tirdim. Qalamni qo'ymasdan bu yaxshi bo'pti. Xo'sh xabar dedim. Opam sarang bo'ldingmi? Go'ngshig'im qabul qilmadi desam, xo'sh xabar deysina, bu nima xo'sh xabar bo'lsin deb xafa bo'ldi. Men rostdan bu xo'sh xabar. Go'ngshig'a bizni olmadi, endi bizni shaharga oladi dedim. Bu qandoq gap? Go'ngshig'a olmasa shaharga olamdi dedi. G'aysha, ha, dadam kasal go'ngshig'a ilib chiqib ketolmaymiz. Davomliq doktorga ko'rsatib, davolab turish kerak. Shuning uchun shaharga hal qilib deb, shaharga tasdiqlanib ilishqi bo'ladi dedim. Ular mening so'zimdan keyin rost bumi bo'lgan yo'l ekan deb shu kundan boshlab shahar nupusi uchun har kuni erinmasdan, terikmasdan, zerikmasdan minishqa boshladi. Shuning bilan opam, dadam, kichik ukalarimga vaqtliq nupus berdi. Binnoning Nansan kelishi 71-yili 4-oy vaqti. Kechki soat 10:20 bo'ldi. Yetinglar deb ini singillarimga buyruq berib, o'zim kechilik kiyimimni kiyib uxlash uchun o'ringa kirib yotgan edim. Eshikni urib bir qancha yosh qiz o'g'illar kirib keldi. Biz shu vaqtda qiziq bir so'z qilib, toza kulishib o'tirdik. Ularni ko'rib kulgimizni aran tutib, nima ish ekan deb diqqat bilan ularga qarab qoldik. Sofiya ulardan nima ishinglar bor deb so'radi. Söyüngülni go'ngshiga chaqiryotdi dedi. Men hozirlanib chiqay dedim. Biz go'ngshining zaliga bordik. Zalda qurolliq 200 dak qozoq minbirlar turadi. O'rindiqda Qosman doktor va yana bir necha odam o'ltiribdi. Meni shularning yeniga berib o'ltirishga buyurdi. Men gap qilmasdan shularning qatoriga berib o'ltirdim. Minbirlar durildab kirib, durildab chiqib, muqim 50 ga yaqin minbin midir qilmasdan bizni kuzat qilib turadi. Birer soatdan keyin Qosman doktor bilan ikkimizdan boshqasini ilib chiqib ketdi. Qosman doktor men bilan qilib qolganini ochiq qattiq qisilib, chiroyidan men bilan tang bo'lib qolganligiga nomuslanganligi chiqib turadi. U turib menga olib qarab, o'zini mendan farqli deb bildirgisi keldi. Soat 1lar bilan uni chaqirib ilib chiqib ketdi. Qosman doktor o'zini chaqirib ilib chiqqan odamga meni qutuldiring deb beshiga qo'ndirib qoldi. Men shu o'ltirgan peti tang yo'rg'icha o'rindiqda midirlamasdan o'ltirdim. Jonga sig'may guldirlashib yurgan minbirlar soat 1 bo'lganda uyquga chidamay Simot yerning paskini bulg'iniga qaramasdan birning keyindan birisi kelib eg'nab uyquga ketdi. 50 ga yaqin minbir menga qarab meni kuzat qiladi. Uyqusi kelib esnaydi. Beshim og'riyotdi deb shikoyat qilib qiynaladi. Talaga chiqib yana kirib keladi. Eng oxiri yotqili 2 soat bo'lganlarni no'qib uyg'otib, o'rin almashtirib ikkinchi turkumi uyquga ketdi. Men hayron bo'ldim. Bir men uchun buncha vala minbirning nima keragi bor? Nima ish bo'ldi? Bir kechada men shunchalik qo'rqinchli odamga aylanib qoldimmi? Shaharga borsam u yerda, endi bu yerdami yana yig'ilish obyekti. Men bu qanday kun bo'ldi? Tova Xudoyim deb har turli o'ylar bilan beshimni tamg'a yo'lab, menmi bir oz ko'zimni oramaldirib, texi tang yo'rmagan bir vaqtda talada ovozlar anglanib, harbiylarning askarlari go'ngshi zaliga kirib keldi. 69-yildan boshlab kecha soat 12:03 ga qadar mashina va tanklar bilan harbiylar kelib, Nansan tog'larining har bir soylariga kirib, qumga singan sudagi tog' ichiga kirib yo'q bo'lib ketadi. U kelgan mashina, tanklar soyda tizilib kesib bo'ladi, ammo kunduz ularni ko'rib bo'lmaydi. Nega berib joylashayotgandi deb o'ylab hayron bo'lardim. Ba'zi kishilar bular tog'ni teshib yo'l yasab, G'o'lja tarafga ketib etibdi deydi. Ammo bu mu aqlga to'g'ri kelmaydi. Bunda qatma-qat joylashgan tog' tizimlarini teshib o'tish o'ng'ay gap emas edi. Ba'zilar ular tog'ni o'yib, o'ylar yasab, uylarni tanka, mashinalarni qarag'aylar bilan besib
o'zlari qarg'ayning shoxlarini beshiga kiyib, kishilarga ko'rinmay yuradi ekan. Agar bilmay berib qolsa, qo'g'laydi ekan deydi. Harbiy lan deganimiz mana shu harbiylar edi. Ular yerda yotgan 200 dak minbanglarga va ularning oldida o'tirgan manga qarab, harbiy boshliq minbanglardan "Nima sizlar bundaq atigan keldinglar? Bu yerda nima qilyapsizlar?" degan edi. Bir minbang choli hanzu til bilan "Mavu aksan inqilobchi qizni saqlab o'ltirdik" dedi. Harbiy boshliq manga qarab hayron bo'ldi. "Bu qizni uyga qaytaringlar" dedi. Minbanglarning boshlig'i harbiy boshliqni chetga tortib, meni uningga tanishtirib ko'p so'zladi. Shuningdan keyin u harbiy boshliq meni bu joydan yiroq top terakka olib qo'yishga buyurdi. Shuning bilan meni jur deb boshlab talaga ilib chiqdi. 2 otliq minbang bizning yenimizga keldi. Xalq askarlarining boshlig'i menga "Hozir seni top terakka ilib boradi. Ishdan tushganda qaytib kelsang bo'ladi" deb uqtirdi. Bu 2 otliq minbang meni otning oldiga selib choptirib, xalqqa hayva qilmoqchi bo'lib, menga "Tez jurmaysingmi? Hay huy" deb qiqas selib, butun tog'larni jaranglatib tovlaydi va shundaqla kishilarning tatliq uyqusini buzatdi. Biroq men ular o'ylagandek otning oldiga tushib yugurmadim. Chunki doktorning ig'ir emgak qilishga boyormaydi, dam ilib davolansin deb 3 oylik qilib bergan qog'ozi bor edi. Menga shu iskrapkani yezib bergan shu savoqdishim Rishitga har doim rahmatlarimni aytib turaman. Ko'p rahmat. Mening qiyin minutlarimda asqatdi. Ishlab chiqarish atirti bilan top terakning orliqi 7 kilometr bo'lib, bu orliq 2 tog'ning o'tirsi dehqonchilik maydoni edi. Shunlashqa kun chiqicha bu o'ringa bormasqa tirishib, men og'riq tez mangolmayman deb shundoq asta mangdimkin, umrimda bundoq asta menib ko'rmagan edim. Mening bu menishimga otlar hech agishib mangolmaydi. Oldiga chepib ketadi. Minbanglar otlarni boshqara olmay avorchilikda qoldi. Gongshidan qorong'uda chiqqan edik. Ishlab chiqarish adartiga kelganda tong yoridi. Bu minbanglar meni mang'uzolmay jinning bericha to'laydi. Talada qala sig'iyotgan ayollarmi ovozdan qo'rqib chilaklarni ko'tarib uyga qechib kirib ketadi. Uylarda yenib turgan chiroqlarni o'chirib, odamlar derizlardan marishatdi. Itlar qovib huvlashga boshladi. Biz shundoq so'rin cho'qonlar bilan ishlab chiqarish atirtining oyoq tarafiga kelganda kun ko'tarilib chiqdi. Boshda ular meni qo'rqitish uchun ovozlari yetkicha to'lg'an bo'lsa-mu, lekin kun chiqqandan keyin ular qo'rqishga boshladi. Ondan ular menga yolvorishga turdi. Soat 7:30 bo'ldi. Biz texi Lotobusqa kelmadik. Ular soat 8larda kelib qilishi mumkin. Ular kelganda biz seni haydab bu yerda yursak, biznimi o'ltirdigu, endi qanday qilamiz dedim. Qanday qilishingda mening ishim yo'q. O'z ahvolimga qarab mangman dedim. Ağa Tayov, bular sirtdan kelgan Kambodjaning podshosi Binnu degan kishi ekan. Ularning oldida balay jo'rganimiz bizga, go'ngshimizga, partiyamizga uyat bo'ldi. Biz bular kelgancha mashina yo'ldab ketib, qalarga kerak dedim. Nima desangmi, menda amal yo'q. Men kesal dedim. Oxir ular rostdan qo'rqish boshladi. Ağa Tayov bizni ayasangchu, bizmi sana o'xshash bir odammiz. Bizni minbing deb bu vazifani berdi dedi. Bergan bo'lsa yaxshi bo'pti. Men qanday qilaman dedim. Mang'almasang atqa min dedi. Etingni tart. Minalmayman, qo'rqaman dedim. Bu minbinglar boshqa atrofdan kelgan yosh bolalar edi. Unda qilma. Ağa Tayov, biz seni deb o'zing ko'rding, shuncha minbing bir kechada uxlamadik. Mana tunigundan buyon choymu ichmadik. Beşimiz ağrıp közümüzni açalmay o'ltiribdik. Bugun gul tekishada cho'ng to'y qilib, paxlan so'yib, qimiz sapirib, ot baygisi bo'lib atdi. Biz seni deb u yerga bora olmay qoldik. Endi sen bizni so'zga qoldirma. Kel atqa min, mening kaynimda o'ltir dedi. Yo'q, yaydaq atqa minalmayman dedim. Undaq bo'lsa men kayniga o'ltiray, sen egarning ustiga min dedi. Yo'q, 2 odam bo'lib atqa minalmayman dedim. Undaq bo'lsa sen mening etimga min, biz ikkimiz bir atqa minayli dedi. Xeyli talash tartish qilib men bir atqa minmoqchi bo'ldim. Yordamlashib atqa mindirmoqchi bo'ldi.
yo'q, kelma o'zim meniman deb apchilla otga minib oldim va otni qamchilab choptirib ketdim. Ular ikki odam bir otga minganlikdan menga yetisholmay keynimda xeyli uzoqda qilib, to'xta astamang deb vaqirab yurib, top terakka yetib keldik. U ikki minbing uchrashib, choy ichib, uxlab qoldi. Bir kun meni kuzat qilib, kashta ishlab chiqarish atritining horvosi bilan qaytib keldim. U ikki minbingmi vazifasini tugatib, men bilan qaytib keldi. Ziqqanning beshamligi 71-yil 4-oy. Attiyan ishqa chiqish uchun hozirlanib turatdim. Talada bir ayolning chaqirib, kimnidir tillab vaqirgan ovoz anglandi. Men tong atmasdan kimdir u ochiqlanib vaqirayotgan nima bo'ldi ekan deb quloq soldim. Qarsam bir ayolning Pangiming aksel inqilobchi buzuqning yurgan yerida kishilarga soldig'ini buzg'unchilik. Aksel inqilobchining o'zla Pangiming bo'lmasdan hamma narsani iti, kalısumu Pangiming deb menga tovlab kelib etibdi. Men hayron bo'ldim. Yana nima bola kelib chiqdi deb taloga chiqdim. 20-30 metr yiroqlikda Ramzonning ayoli ziqqan chopan ko'ynaklarini ushgan, ko'zlari chekchaygan holda qo'llarini plantib vaqirib, meni tilgan beti bizning uyga qarab kelyotdi. Bu ayolga nima bo'lgandi deb ziqqanga qarab turib qoldim. Uydan Sofiya g'ayshalar chiqdi. U meni uradigan payli bilan menga qarab kelyotdi. Men ajablanib, ziqqan nima bo'ldingiz? Tong atmasdan nimishqa bunda ochiqlanib ketdingiz dedim. Sening Pangiming kalang mening bog'loqdagi kalamni ozdirib ochliq etisiga boshlab beribdi. Mana bekardan 40 so'm pul to'lab chiqardim. Buzg'unchining qalasimi buzg'unchi mening 40 so'm pulimni to'la deb aylab keldi. Qarsam bizning kala ishik oldida bog'loqliq yetibdi. To'xta, ziqqan, bizning kalmu etisiga sening kalang bilan birga tushibdimi deb so'radim. Buzg'unchilar o'zlari quturatquli qilib, o'zini yo'shirib jim yetib oldi. Sening qalangmi shundaq, mening qalamning bog'loq yerini uzdirib etib, uni etizga boshlab qo'yib, o'zi qechib kelib yetibdi deb baqirib kelib, yotgan qalni bir nechin tepib etdim. Ziqqan, sen noyilik hukumatning boshlig'ining ayolisan, aql bilan o'ylab so'zlasang bo'ldi, deyishim bilan, ha, sen Pangiming menga nasihat bergudek bo'lib qoldingmi? Quyrug'ingni ko'tirib ko'ranglashga boshlabsan-da, sen Pangiming butun yomonlikni odamlarga o'gitishdan boshqa hayvonlarga o'gitishga boshlabsan. So'zmanlik qilib qalangni oqlab, bu pulni to'lashdan qechyotamsan deb rostdan ochiqlanib barmog'ini shiltib oldimga tebaylab keldi. U meni urishdanmi yonmaydigandek ko'rinadi. Men keynimga dajib turib, ziqqan, men qalamga aksel inqilobchilikni o'gitalgandan keyin sen nemishqa qalanga inqilobchi bo'lishga o'gitalmaysan? Sen bir cho'pchong odam o'ylab so'zla dedim. U texmi vaqirab, sen qarab tur, men dodiga berib sening nomeringdan 40 so'm pulni o'zimga yozdirib olaman. Meni hech narsa qila olmaydi dema, dedi. Keyniga burilib ketib etib, sen mushu qilgan yomonliging uchun javob bersan, texi gapdallik bilan qutulib ketaman deb o'ylama, dedi u meni tillab vaqirgan peti ketdi. Yillik hisobotga qarsam mening 60 necha ish kunimni ziqqan elib beribdi. Bu adolatsizlikni kimga deysan? Men bu qo'ng'ishida 7 yil qo'ldak ishlab bir tiyin pul ko'rmadim. Mana mushuning o'xshash yo'llar bilan bo'lib tanlanib ketadi. 71-yili may oyi. Bolalarning hammasi ishga ketdi. Mijozim bo'lmaganlikdan ruxsat so'rab ishga chiqmagan edim. Soat 9da Urumchidan avtobus keldi. Shu avtobus bilan Juyandagi Xinjiang Naqshi usul ansamblining artisi Oblimiz Sodiq bilan ayoli Gulsara kelib to'p-to'g'ri bizning uyga qarab kelyotdi. Men yugurib chiqib qarshi elib uyga boshladim. Tuxum quymoqi bilan choy berdim. Oblimiz Gulsaraning vaqti yaqin. Xudoyim buyursa kelarki hafta yengib qolar deb kutimiz. Gulsara mushu yerda sizning yeningizda bo'lishni xohlab, bolani mushu yerda kutib olsak deb hozirlanib chiqdik. Siz qanday qaraysiz deb mendan javob kutayotganda taladan qayni Jamolning tovulgan ovoz anglandi. Men uning zeriksa bekordan o'z oldiga Söyüngülni yo'qtayli, Söyüngül yo'qolsin deb tovlaydiganligini bilatdim. Hamma odam uningga o'ginib qolgan edi va hech kimmi e'tibor qilmaydi. Xansular bo'lsa uni Sarang xotun deb ataydi.
Ba'zi odamlar mendan sen uningga nima qilgan eding? U sana nemishqa shunchalik o'sh bo'lib qoldi deb so'raydi. Men uni burun ko'ribmi baxmagan, hech qanday ziddiyatim yo'q. Men uni tonimayman deb javob berdim. Qisqasi, uning bundaq tovlashlarga hech kim ko'ngil bilmaydi. Men uni odatdagidek vaqirolsa kerak deb ko'ngil bilmay o'ltirsammi, lekin bundaq ovozni anglamagan Ablimit cho'chib taloqqa quloq selib hayron bo'lib men qaradi. Men ularni tinishlantirish uchun kulib, "Ha, mushu yerda bir ayol bor. İçi pishib qolsa meni yo'qtayli deb shundoq shuarda o'laydi" dedim. Lekin u odatdagidek emas. U g'azab bilan jinining berichi chiqarib, "Voy, bu dunyo aksil inqilobchilarning dunyosi bo'lib ketdi. Voy, xaloyiq anglamadim demanglar. Pangiminglar bosh ko'tarib buzg'unchilik qilyotidi" deb to'g'lagan peti uyga kirib keldi. Men "Qayni Jamol kel, o'ltir, nima bo'ldi?" deb uninga chiroyli muomala qilsammi, Qayni Jamol ochiqdan o'zini tutolmay vaqiraydi. Rizo bolamni yer osti uyga boshlab, qora mayli qog'oz bolamning qo'lini ko'ydiribdi. Aksil inqilobchilarning butun o'y fikri qaslik, dushmanlik deb tovlab turishiga inim Rizo eshikdan yugurib kiribla, Qayni Jamolni ko'rib, kayniga burilib qochdi. Uni ko'rgan Qayni Jamol eshikdan chiqib, Rizoni qo'g'lab ketdi. Kaynidan men yugurib chiqdim. U tutib olsa Rizoni o'ltirmasimi, meyib qilib qo'yishi mumkin edi. 5 qadam mangmasdan Rizoni tutib oldi. Balni yerga yotqizib elib, ustiga 2 tizi bilan dasab turib, chimdab balning kekirdigidan siqib o'ltirish qasdida bo'layotdi. Men yugurib kelib Qayni Jamolning yelkasidan tutib yulib olgan betim bir cho'rib atgan edim. Yerga paloqlab yiqilib tushdi. O'rnidan turib jinining berichi tovlab, "Voyjon, odam o'ldi. Mavu aksil inqilobchi meni urib ketdi. Xaloyiqlar qaramamsizlar, dunyo aksil inqilobchini bo'lib ketdi" deb vaqirib, bizning uyning uduldagi iskilat o'gisiga loy selib ishlayotgan 40 tak odamga qarab tovlashga boshladi. "Voy, kelmamsizlar, qarab tursizlar-ku" deb ularni yordamga chaqiratdi. O'gisi turgan odamlar hammasi ishini to'xtatib qarab turgan edi. Uning tovlashi bilan barliq odam gap qilmasdan o'z ishlariga tushib ketdi. "Sizlarmi aksil inqilobchi tarafga bo'lib ketdinglarmi?" deb vaqirib, ondan men qarab, "Sen aksil inqilobchi butun xalqni zaharlab aksil inqilobchi qilib bo'lding" deb menga esilmoqchi bo'lib kelgan edi. Men uningga "Berib et, cho'ng atrat ana, gongshi mana" deb ko'rsatib, "Qo'lingdan kelsa noyiga bor, Jongyanga, Beyjingga berib et" dedim. U ochiqqa chidamasdan, "Oybay, aksil inqilobchi dunyoni qiratib jotir, dunyoni buzyotidi. Hamma odam aksil inqilobchilarning so'zini qilgan bo'ldi" deb tovlagan peti Daduga qarab ketdi. Ablimit rangi o'chib, bu ko'ngilsiz ishga hayron bo'lib turib qoldi. Men Rizoni yetlab, Ablimitni boshlab uyga kirdim va Rizodan nima bo'lganligini so'rdim. Bundan 1 yil burun Sovet hukumatı Shinjongga bostirib kirib, urush atsa xalqning urushidan yo'shirinadigan o'rni bo'lish kerak deb qishning qattiq sovuqida har bir odam o'z oldiga tog'dan o'nkir qo'lab yer osti yo'shirinish uyini yasab chiqqan edi. U o'nkirlarda bolalar to'shqan tutib va yer osti jang qilib o'ynaydi. Ular nadindir qormay qog'ozini tepib kelib, chiroq o'rniga shuni yiqib kirib yurgan ekan. Bugunmi ular yer osti uyga kirganda Qayni Jamolning bolasi qormay qog'ozini qo'liga maytimib qo'lini ko'ydirib olibdi. Bundan 2 kun burun Rizoning qo'li kuyib ketgan edi. Biz uningga u yerda o'ynamaslikni va xatarlik ekanligini desakmi, bugun yana borgan ekan. Ablimit Rizoga suv ichkizdi. Rizomi bir kun chiqmay qo'rqib uyda o'tirdi. Bu ahvolni ko'rgan Ablimit Gulsaraga, "Sening bu yerga kelib tug'man degani haqiqatan to'g'ri emas ekan. Bular bundaq besim ostida yashayotsa, biz bularga eg'irlik salsak bo'lmaydi ekan. Qaytib ketaylik. Bu odamlar bekmun nodonlikda asaratda qolgan xalq ekan. Bularni faqat yovvoyi odamlar desakmi ozlik qiladi. Nima degan yomon o'ktam odamlar bu? Siz shuncha yillar bu yerda qandoqmi yashab keldingiz? Men bo'lsam bir kunmi chidab tura olmayman" deb beshini chaqib ketdi. "Siyosat bo'shab, vaziyat hozir ko'p yaxshi bo'lib qoldi" dedim. Ular tushdan keyin avtobus bilan qaytib ketdi. Qayni Jamol Daduga borsa, noyadan kadrlar kelgan ekan.
Qayni Jamal uyini beshiga kiyib vaqirab ularga bu haqda arzini so'zlabdikan, ular Qayni Jamalga: "Hozir vaziyat burunqidek emas. Sen xohlagancha berib ularni urib tillashingga yo'l qo'yilmaydi. Har narsa siyosat, qonun bilan bo'ldi. Burun qonunsiz ishlar ko'p bo'ldi. Endi uningga yo'l yo'q", deb chiqirib etibdim. U Dadining chiqqandan keyin bor ovozi bilan chaqirib, kadrlarmi aksil inqilobchi taraf bo'lib ketdi. Noya hukumatmi aksil inqilobchi tarafga ketdi. Qanday qilamiz? Bizning so'zimizni anglaydigan odam qolmadi deb bir kun to'g'lab yurdi. Bu xabarni boshqalar bizga yetkazib qo'ydi. Shuningdan keyin uning ovozi yo'qoldi. Keyin anglasam, Qayni Jamal 10 balasiga homildor vaqtida tuyuqsizlab bir kechada o'lib qolib, bolalari yetim qoldi. Kishilar menga "Seni yo'qolsin" deb to'g'lab yurib, o'zi dunyodan ketdi deyishdi. 71-yil 30-dekabr. Men ishdan qaytib turishimga shahardan G'aysha keldi. U men bilan ko'rishib etib, "Men sizga shundoq esil, siz yaxshi ko'rgan narsani ilib keldim" deb eshikka qaradi. Uyga Sajida kirib keldi. Bir sekundda ko'zimga ishonmay turib qolib, ondan yugurib berib, uni quchoqlab seg'ingan ko'z yoshlarimiz bilan ko'rishdik. So'zlab so'zimiz tugamasdan bir kecha uxlamay tong otqizdik. Umu nurg'un eg'ir kunlarni beshidan o'tkazganligini, opasining zavod turmusida so'linib yotganligini so'zlab berdi. Cho'chakda viloyat boshliqlari va barliq idoradan so'rab chiqqan odamlarni qalpoq kiygizib ko'chada sazoy qilganda shahar go'ngshidan Sajidanimi ilib chiqib ko'cha aylantirgan ekan. Shu kuni qaytib kelayotganda qora do'ngda bir qancha Uyg'ur yigitlari oldidan chiqib birsi belbog' bilan Sajidaning yuziga urganda tasmaning izi ko'p bo'lib, bir ko'ziga qon uyib, bir oygacha ko'zi qora bo'lib og'rib yuribdi. Bularni so'zlaganda ichim og'rib, ko'zim yosh keldi. Uni quchoqlab ketdim. "Jinim do'stim, nima bo'lsa-mu Allohga shukr, o'lmay omon qoldik. Biz uchun bu eng cho'ng g'animat bo'ldi. Men shuning uchun Allohga shukr qilaman. Allohdan ajal kelmasa, hech kim hech nima qilibmi o'ldirolmaydi ekan. Ko'p yerda Alloh bizni saqladi. Yana bir tarafdan bizning shu oliy ruhimiz hayotimizga yengilmas kuch berdi. Shu kuch bilan har qanday qiyinchilikni yenga oldik. Bilamsan Sajida, biz yana botur" dedim. Ondan bundan keyingi ishlar ustida so'zlab, Go'nganga berib, bu qalpoq va rejim ishlarini hal qilayli deb kelishdik. 3 kundan keyin Sajida shaharga ketdi. Ham kechikmay tez bor deb menga topshirdi. Men ruxsat olgandan keyin borlig'imni va'da qildim. Sajida, men borgan Go'ngshida asosiy xalq hanzular bo'lg'achqa madaniyat inqilobining to'lqini ancha kuchli bo'lmadi. Shunglashqa men jafo tortib qiynalmadim dedi. Rostdan bizning mu hanzu atroflarda aniqlab ancha dog'dug'liq bo'lmasdan tinish o'tgan edi. Rostdan bizning mu hanzu atroflarda inqilob ancha dog'dug'liq bo'lmasdan tinish o'tgan edi. 72-yil qish vaqti. Men ruxsat olish uchun oldi bilan doktorxonaga bordim. O'ysing, u doktor menga doktorga ko'rinmasa bo'lmaydi, tekshirtib kelish kerak deb qog'oz qilib berdi. Shuning bilan u menga: "Sen bu qitim doktorga ko'rinibla qaytib kelmay harakat qil. Mushu turmushdan qutulish uchun o'zing harakat qilmasang, bular hech vaqt sana yaxshi kun bermaydi. Urib so'qib ishlatishni biladi. Sen hukumatdan kutib yotsang, butun umring shundaq qiyinchilikdan qutulmay yashaysan. Izdan hamma yerga bor. Hozir siyosat o'zgardi. Markazga boshliqlarni asliga keltirib mushu siyosatga o'z ishingni tushirib olsang, masala yo'q. Qutula olaysan" deb ko'p yaxshi so'z bilan maslahat berib yo'lga soldi. Men Nansanga qaysam, O'ysing Suchan meditsina institutini tamomlab, mushu yerda ishlayotganiga 3 yil bo'lgan ekan. U meni bir sohada o'qigan mening savoqdishim deb savoqdashlik mehri bilan yaqincha qilib holimdan xabar oladi va eg'ir kunlarimizda u bizga ko'p yordam qildi. U kishilarga o'xshash yaxshi muomala qiladi. O'ysing 70-yillarda Nansandagi bir xanzu qizga uylandi. Keyin u xizmat yutkash munosabati bilan bizdan yiroq yerga ketgan edi. 73-yilga kelganda nima sabab bo'ldikin bilmadik, eslib o'libdi deb angladik. Bir oy deganda kichik atrat, cho'ng atrat go'ngshilardan muzokara qilib, oram bir hafta ruxsat berdi.
Мен buningga xo'shal bo'lib shaharga ketdim. Beribla ikkinchi kuni Sajida ikkimiz jamoat xavfsizligini saqlash idorasiga bordik. Bundan burun Sajida 2 martaba kelganda material tekshirish ishxonasining boshlig'i Musa Isa degan odam ansa og'dirding deb ishxonadan qo'g'lab chiqargan ekan. Bu qitim ikkimiz ishini urib bo'limga kirishimiz bilan paka bo'yliq, semiz, qora kelgan, yuz ko'zlarida chechakning izi qolgan so'g'uq bir odam qarshi oldi. Uni ko'rib mening yuragim muzlab qoldi. Qapiq shundoq yomon, uningga so'zlashga jur'at qila olmay qolgan kishi u Sajidaga qarab, "Sen nimishqa kelding? Men seni kelma demadimmi?" deb ochiq bilan so'zladi. Men uningga, "Musa aka, sizni mushu materiallar bo'limida ishlaydi deganlikdan bizning materiallarimizni tekshirib berishingizni o'tinib kelgan edik" dedim. U odam yer ostidan qopqin turib, "Ha, sizlar ansa og'dirg'ili keldinglarmi? Sizlar texi o'zgarmabsizlar. Yana qarshilik ko'rsatib turamsizlar. Hozir ketib burunqi xalq nazoratiga topshirilgan o'rninglarga berib, shu yerning nazorati ostida ishlanglar. Sizlarni biz nazoratga topshirganmiz" dedi. Biz bir-birimizga qarab, ondan men uningga, "Sizlar bizga lavjov, emgak bilan tarbiyalash, lavgay, emgak bilan o'zgartish nang farqi deb tushundirganda, lavjov o'z huquqiga ega deb aytgan edinglar. Menga 10 yil bo'ldi. Bizni huquqdan mahrum qilib, xalq rejimiga tashlab berdinglar" deb so'zlab bo'lmasdan Musa Isa vaqirib, "Ha, sizlar ansa oqtirib partiyaning siyosatiga qarshi chiqmoqchimi?" deb to'g'ilgan edi. Sajida, "Bo'ladi, biz ansa og'dirgan bo'layli. Buning uchun qanday chora qo'llanasiz?" dedi. U odam ochiqidan ustalga bir mush urib turib, "Turmaga ilib qayta kesimiz" dedi. Men, "Yaxshi, shunda qilsangiz biz xushal bo'lamiz. Shu xalq rejimi degan cheki yo'q. Zulm va xorlanishdan qutulgan bo'lardik. Yaxshi bo'ldi. Yotgan ko'rpimizni hozirlab elib kelamiz" deb ishga qarab mangan edik. "To'xtanglar, sizlar uchun turmada o'rin yo'q. Turmadagi odamlarni qo'ydigan yer topolmaganda sizlarga nariga o'rin, ketib o'z joylaringlarga beringlar" deb ishni qo'g'lagandek bizni qo'g'lab chiqaribdi. Biz ikkimiz "Tova Xudoyim, dunyoda buningga o'xshash eski odamlar ko'payib ketganmi, nima?" deb kulishdik. Shunda qilib Sajida ikkimiz har kuni jamoat xavfsizligini saqlash idorasiga Musa Isaning oldiga bir oy qatirib hech qanday bir umidlik so'z bo'lmadi. Boshqa bo'limlarga, lavgay do'ylarga kirib izdandik. Bizning bu ishni faqat shu Musa Isa qildigan, boshqalarga unda huquq berilmagan deyishdi. Ba'zi kadrlar bizga, "Voy fikirlarim, hozir butun turma o'rinlarda tiqmi-tiq odam, ularning ko'pchiligi gunohsiz. Boshqa 10 yildan ortiq yetyotidi. Ularning ishini ishlaydigan odam yo'q. Sizlar bo'lsanglar, kunning serqini ko'rib, erkin havoda yashayapsizlar. Shuningga xushal bo'lsanglar bo'ladi" dedi. "Nemishqa endi gunohsiz odamlarni 10 yillab turmada so'lab tutasizlar? Gunohsizlikni bilgandan keyin chiqaribetsanglar bo'lmamdi? Bir odamning hayotiga bundoq zulm solsa bo'lamdi" dedim. Emgak bilan o'zgartish atratining material bo'limining boshlig'i. U undaq o'ngay ish emas. Agar bugun men ularni gunohsiz deb chiqarib etsam, siyosatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Bir kun kelganda siyosat yana o'zgartib, odamlarni turmadan qo'yib etgan deb meni turmaga so'laydi. Shuning bilan butun umr tugaydi. Biz shuningdan qo'rqamiz. Hammani anglaymiz. Fukam bilib turib o'tqa sakrigili bo'lmaydi" dedi. Men, "Ha, shundaqdan. Bilganlar o'zidan qo'rqidi. Bilmaganlar uxlaydi" dedim. "Fukam bayqab so'zlang, har narsa siz o'ylagandek yengil emas" dedi. Jamoat xavfsizligini saqlash idorasining natija chiqmagandan keyin meditsina institutiga bordik. U yerning bexatarligini saqlash bo'limiga kirdik. U bo'limda Isa Rozi ham Loma degan bir xavsu bor ekan. Ular bizni yaxshi qarshi oldi. Bizning so'zimizni anglab, ish og'ritib, hesdashlikni bildirdi va bizga 2 kundan keyin kelinglar, bir sizlarning jamoat xavfsizligini saqlash idorasidan avatgan materiallarni ko'rib, ondan sizlarga javob beraylik. Bizningcha bo'lganda sizlarga qalpoq kiygizmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi deb qoldi. 2 kundan keyin Sajida ikkimiz maktabga bordik. Musa Rozi bilan Loma. Biz materiallarni ko'rdik. Sizlarga jamoat xavfsizlik idorasidan qalpoq kiygizmagan ekan. Sizlar qo'rqmasdan izlaninglar. Hech qanday xatolik bo'lmaydi. Faqat umidsizinib to'xtab qolmanglar dedi. Bu so'z bizga kuch va g'ayrat berdi.
bizgimi shundoq chiroyli gap qilgan odamlar bor ekan-ku deb xushal bo'lib qaytdik. Biz kelgilimi 2 oydan oshdi. Ishimizdan umidnarlik biror natija bo'lmadi. O'zimiz turgan Shabaxuga berib ko'rayli deb o'yladik. Endi mangayli deb hozirlanib turatdik. Zuhra aldirab bizni izlab keldi. Men xabar tepib keldim. Turnisa Duyjang bilan Otak Gensi Bajaxu turmaga yo'tkib kelib, shu yerda ishlab etibdi. Shabaxu biroq yiroq borganinglar bilan u yerda hech narsa qilmay, avara bo'lib qaytganinglar qoladi dedi. Biz xushal bo'ldik. Zuhraga rahmat aytdik. Sajida xushalliqdan Zuhrani quchoqlab, "Jinim do'stim, sen bek yaxshisan, bizga ko'p yordam qilding" deb minnatdorligini bildirdi. Sajida bilan ikkimiz Bajaxuga bordik. Bizni darvozasini to'sib kirgizmagan edi. Biz Turnisaning tuqqani bo'lamiz degandan keyin saqchi bizga Turnisa Duyjangni chaqirib berdi. Turnisa Duyjang bizni ko'rishi bilan rostdan tuqqanini ko'rgandek ochiq chiroy bilan qarshi elib uyga boshladi. Turnisaning onasi bizni tonib, "Voy jinim bolalarım, salomatmisizlar" deb o'zining bolasidek mehri bilan kutib elib, ostimizga ko'rib soldi. Biz uzun paranglashib ahvollarimizni aytdik. Turnisaning onasi bechora ko'z yoshlarini yig'liqining uchi bilan surtib angladi. "Voy jinim bolalarım, qandoqmi chidagansizlar" deb hissashlik qilib qo'yatdi. Ko'p o'tmasdan Otak Gensi ishdan tushib keldi. Biz kelgan maqsadlarimizni anglatdik. Hozir men bu yerga yo'tkilib keldim. Menda hech qanday material yo'q. Bu ishga men qo'l selib ishlay olmayman. Faqat Shabaxu Lavgay atirtidan o'qishib ko'ray deb bizni qaytardim. Ikkimiz Bajaxudan umid yo'q bo'ldi. Maktabga berib urinib ko'rayli deb atdigan idoralar ishga tushadigan soat 9 da maktabga yetib keldik. Degandek eshik tubida Eysa Ro'zi bilan uchrashdik. U bizga dal vaqtida keldinglar. 2 kundan buyon sizlarni o'ylab qandoq chaqirtib kelarmiz deb turatdik. Yaxshi kelib qoldinglar. Maktabga markazdan Beijing xizmat korpusi keldi. Sizlar kirib ularga o'z ahvollarini aytinglar. U guruh ana shundoq masalalarni tekshirib, maktab xizmatlarini radga selish uchun kelgan ekan. Agar sizlarning ishinglarni tekshirib bir taraf qilinglar deb bizga ruxsat qilsa, ondan biz bu ishga qo'l selib ishlaymiz. Bo'lmasa keyingi kunlarda sizlarga yonbosdi deb bizni so'rab chiqishi mumkin. Bu narsani angliq tushunisizlar deb qo'ydi. Ham bizga ular yukuluning ustinki qavitiga chiqib, so'l qo'l taraf zalning eng beshiga borganda, o'ng qo'l taraf chatdagi uyda turdi dedim. Biz rahmat aytib, palampaga qarab yugurdik. Eshikni asta chekkan edik. Uy ichidan "Kiringlar" degan ovoz anglandi. Uyda to'liq harbiy unvonlar taqib, harbiy kiyim kiygan xizmat korpusidagi 2 xanzu harbiy bizni qarshi oldi. Qarmoqqa 25-30 yoshlar atrofida o'zini tutgan, ko'pni ko'rgan bilimli odamlarda ko'rinadi. Chiroylari manjularga o'xshash yo'g'on ko'zlik, qora qoshli, qonshaliq kishilar edi. "Kelinglar, o'ltiringlar" deb ikkimizga o'rinda qo'ydi va "Nerdan keldinglar, nimaga keldinglar" deb so'radi. Biz turmadan chiqqandan keyingi bütün ahvolni qisqacha so'zlab berdik. O'ri turib kiyim kiyayotgan harbiy kiyimining tugmalab bo'lib bizning yenimizga kelib so'zga qo'shildi. Bu qadar yosh o'quvchilarga tutqun pozitsiyasi yaxshi bo'lmagan. Bularni maktabda tarbiyalab, o'z tarbiyaga tortmasdan dushman tarafga ittirib berib, qattiq pozitsiya qo'llangan deb biz bilan so'zlashayotgan harbiy yo'ldoshning yeniga kelib o'tirdi. Ular bizdan "Maktab tashkili bilan bu haqda so'zlashdinglarmi?" deb so'radi. "Ha, biz necha keldik. Bu ishga qo'l selib ishlaydigan odam yo'q" dedik. Üstel ustidagi telefonni elib, maktabning bexatarlikni saqlash bo'limining boshlig'ini telefonda chaqirdi. "Lama bilan hozir bizning ishxonaga kelinglar" dedi. Ko'p kechikmasdan Lama bilan Eysa Ro'zi keldi. Bizning ishimiz to'g'risida ular bilan so'zlashgandan keyin jamoat xavfsizlik idorasiga berib, ularning ishini bir taraf qilib tekshirib chiqishga topshiringlar deb jiklab chiqardi. Talaga chiqqandan keyin Eysa Ro'zi "Mana yaxshi bo'ldi. Bularning buyrug'i bilan maktab sizlarning ishga qo'l salsa, go'nganting sizlarning ishini ishlamay amal yo'q. Bizga ham yaxshi bo'ldi. Bizga ular buyruq qildi. Biz shuni asos qilib, bu ishni qo'rqmasdan ishlaymiz" deb bo'limga kirib, materiallarni ko'tarib chiqib, hammamiz avtobus bilan jamoat xavfsizligini saqlash idorasiga yetib keldik.
Darvozaga kuzat soqchisi bizni xatchak bo'limiga boshlab kirdi. Bu darvozadan kirishnilar maxsus ayrim qizil g'ishtdan selangan kichkina 2 ig'izliq uy bo'lib, biz oldingi dalan uyda uchra saqlag'uvchilar qatoriga berib o'rindiqda o'tirdik. Lama bilan Isa Ruzi ishkirga bo'limiga kirib, u yerdagilar bilan paranglashib chiqib, bizni baldur ko'rdigan bo'ldi deb soyatiga qarab qo'ydi. Oldingi uyda uchra saqlab o'tirgan odamlar mijiq. Ba'zilari yerda zo'ng'ziyib va ba'zilari yerda ikki tizni quchoqlab o'tirg'uvchilarmi oz emas edi. Bular har soatdan, har shahardan, har turli masalalar ustida arz etib kelguvchilar edi. Bu odamlarning hammasining yuziga qarasa dard alam, hasratlar ko'rinib turadi. Ishkirga uydimi liq odam o'tiradi. Bir ayol o'g'lining madaniyat inqilobida beguna urib qiynalib o'ltirib o'tganligini yig'lab so'zlayotganligini anglab turadi. Bir kelib yig'lamang hada, mavu xatni o'tir sudga aparsangiz, mushu odam sizga cho'qim yordam qiladi, u bek yaxshi kishi deb qog'oz yirtgan ovoz chiqdi. Ko'z yoshlarini surtib 40-50 yoshlar atrofidagi bir ayol qo'lda libaba ko'tarib chiqib ketdi. Uning keyindan Lama bilan Isa Ruzi bizni boshlab ishkirga uyga ilib kirdi. U uyda yosh qiyri ayol bo'lib, har soatdan kelgan 10 dan ortiq odam o'tiradi. Xizmat ustining oldida qalam qog'oz tutib kishilarning arzini anglab, bir yosh Uyg'ur yigiti o'tiradi. Musa Ruzi bilan Lama u odamning oldiga berib, bizning ishimiz ustida u odamga asta ovoz bilan tushuntirib, u odamga bizni ko'rsatib, maktab tashkilining buyrug'i bo'yicha kelganligini aytib, bizni u odamga topshirib va bizga sizlarning ishinglarga mushu oblis yordam qiladi. Boshqa ahvollar bo'lsa, maktabga berib bizni tepinglar deb xo'shlashib chiqib ketdi. Biz uchra saqlab xeyli uzun kutib o'tirdik. Arz etuvchilarning ba'zilari madaniyat inqilobida hech qanday sababsiz yeziga haydilib ko'rgan egri kunlarni so'zlab, xizmatini asliga keltirishni iltimos qilsa, ba'zilari qalpoq kiygizgandan shikoyat qiladi. Shu orada bir qozoq buvay kelib, "Bolam, men umrimda hech qanday melim bo'lib, boy bo'lib ko'rgan emasdim. Madaniyat inqilobida menga muju, chorva egisi deb qalpoq kiygizib ko'rmagan azob oqibat qolmadi. Eng oxirida bizga molga o'xshash dumbimizga to'mirni qizdirib tamg'i bosdi" deb ustidagi kiyimini yeyishib dumbisini ko'rsatdi. Muju degan xatning ko'yik izini ko'rib, hammamizning ko'ngli yomon bo'ldi. Arizni anglab o'tirgan oblis qalamni qo'yib kelib, qozoq boyning dumbisiga ko'ydirilgan izni silib turib ko'rdi. Qapoqlari turilib, chiroyidan ichi og'riqqanligi bilinib turadi. U boy kiyimlarini kiyib, "Meningki Muju degan 2 xat bo'lganiga xushal bo'ldim. Endi uzun xatlik qalpqi borlarning qiynalg'inni demayli qo'ying. Butun dumbisi ishib yiringlab, ko'p jafo chekdi. Aramizda birsi shu yiringlash bilan o'lib ketdi" deb kiyimlarini kiyishga boshladi. Buvayning yanida gap qilmay qapoq turib o'ltirgan yosh qozoq yigiti buvayning so'zini davomlashtirdi. "Bu qalpoq yolg'iz dodam bilan ketmasdan butun oilamiz bo'yicha qalpoqliq bo'lib, qora oila hisoblanib qoldik. Bizni maktabga olmaydi, institutlarga kirolmaymiz. Biror yaxshi ishmi tegmaydi. Hamma yerda cheklamaga uchraymiz. Hatto to'y qilay desakmi, hech kim qizni bermaydi. Qizlarmi bizning ahvolimizga qarab qo'rqidi. Bizning nima aybimiz bor?" deb so'zlaganda, u yigitning yuzidan qayg'u hasrat yig'ib turadi. Hamma odam jimjit zubon surmay anglab o'ltirdi. Kishilarning dard alamlarini, arz shikoyatlarini to'liq anglab, ichi to'shib ketgan oblis xuddi qurt yegan yog'ochdek kishilarning hol muңdiri oblisning ichini yeb kavoklashtirgandek horg'in ko'rinadi. U gap qilmay bir oz o'ltirgandan keyin ustal ustidagi ish qog'ozini ilib, qo'lidagi qalamni yugurtib, 2 qur xat yozib, ish tamg'usini besib, "Og'a, siz mushu xatni ko'tirib Abdunum rayonlik partkomga elib bering. Ular sizga yordam qilalaydi" deb qog'ozni buvayga uzatdi. Buvay rahmat aytib, duolarni berib, o'g'li bilan ikkisi chiqib ketdi. Bizdan 3 kishi nerida o'ltirgan bir ayol o'zining ko'rganlarini demoqchi bo'lib so'z boshladi. "Men G'ulja oblastga arz etib borsam, u yerda 30 yoshlik bir qozoq yigiti og'riqchan bo'lib tayoq bilan mengib kelgan dodisini boshlab
o'zining yosh inisi haqida arz etib kelgan ekan. Ular Mo'ng'ul kuralik bo'lib, madaniyat inqilobida Sharqiy Turkiston tashkilotiga qatnashganlarni tozalash harakatida u buvayning 22 yoshlik o'g'lini tashkilotga qatnashgan deb so'lab qo'yib, urib, qiynab, butun badanini inchiki kandir yip bilan bog'lab, ondan toza urib, yotqizib, ikkinchi kuni kandir yipini yulib tortib yashganda u yigitning badanidagi terisi so'yilib chiqib, qizil go'shtga aylanib qopdi. U yigit o'ltirolmay, yotolmay qattiq qiynalib, ikkinchi qitimliq bog'laqdan keyin vafot bo'ldi. Uning onasi bu hasratga chidamasdan o'g'lining keyindan 1 yilga qolmay olamdan o'tibdi. Dadisi og'riqchan bo'lib, ma'lolmas holatga kelibdi. Men anglashqimmi taqatim chidamasdan yig'lab o'zimni tutolmadim. Nima degan vahshiylik, odamning yuragi og'riydi, dedi. U ayol so'zini tugatib bo'lguncha o'ltirganlar to'g'ri xudoyim, odamlarning beshiga nima ishlar kelmaydi deysiz, nima degan zolimlik deb har bir odam so'z qetib, madaniyat inqilobidagi vahshiy harakatlarga noroziligini bildirdi. Ablis u 30 yoshli yigit mening oldimga kelgan edi deb so'zga qo'shildi. Sajida Ablisdan uning arzi qanday hal bo'ldi deb so'radi. Ablis o'tir sotqa yo'llab berdim dedi. O'chirat bizga keldi. Bizning so'zlarimizni anglab va maktabdan kelgan qog'ozlarga qarab chiqdi. Men buni jamoat xavfsizligini saqlash idorasiga yo'llab beraman. Ular sizlarning materiallaringlarni izlab tepib, tekshirib, bartaraf qiladi. Madaniyat inqilobidagi qalaymaqonchilikda nurg'un arxivlar yo'qolib, ko'ydirilib ketgan ekan. Uni tepish xilitas. Shundoq bo'lsa-mu, tekshirib bartaraf qilishga tegishli. Bir oz vaqt kutish kerak. O'zinglar kelib iznib turinglar dedi. Biz rahmatlarni aytib chiqdik. 2 hafta o'tgandan keyin Ablisning xatchaklar ishxonasiga keldik. Ishxona yana shu o'chira saqlab o'ltirgan odamlar bilan liq edi. Bizmi o'chiratda turib ketdik. Ishkirki bo'limga kirish uchun 2 soat ishkirgi bo'limda 1 soat tuvan saqladik. Bizdan bir kishi oldiga kutib o'ltirgan 35-40 yoshlar atrofidagi ratli kiyingan jamiyatda ishlagan bilim egisida ko'ringan bir ayol uning hinta soqol burutlarini uzun o'stirgan, chechini qirib tushirib, beshiga tomoq, uchisiga chakman chapon, putiga o'tik kiygan, ruhi behmi tushgan bir er kishi o'ltiradi. U bir ig'izmi so'z qilmaydi. Ayol u erga qarab, kulib asta tovush bilan biror narsalar so'zlab, erning ko'nglini ko'tarishga tirishadi. Lekin erning ichidan chiqib turgan ko'ngilsizligi, tushkunligi uni xushal qilolmaydi. Növbət u er bilan ayolga keldi. Ablis bilan ayol so'zlashdi. Bu mening erim. Men uni u ayolning dadisimikin deb o'ylagan edim. Eri ekan deb hayron bo'ldim. U ikkisiga qarab erni qiyri ko'rsatgan soqoli bilan kishimi ekanligidan bayqadim. Ayol so'zini davom qildi. Madaniyat inqilobida masala topshirtimiz deb urib qiynab, uygimi chiqartmay qo'ydi. Yo'qlab basaqmi ko'rsatmaydigan bo'ldi. Bir kuni yerim kechida birsi eshikni asta urganligini anglab, kimdi bu yerim kechida eshik urgan deb ansirab o'rnimdan turdim. Erim to'g'risida 2 haftadan beri erimni urib yurib, o'ltirib qo'yarmi degan ansirash ko'nglimga kirib elib, o'zim ko'ngilsiz ham bearam bo'lib yurgan edim. Kimdi erim keldimi yoki yomon xabar bormi, yomon xabar bo'lsa-mu, yerim kechida kelib deyishga hech oldirmas deb o'zimni besib ishga bordim. Kim u deyishimga Taladan erimning idorasida oddiy ishchi bo'lib ishlaydigan Ahmadjon aka ekan. Singlim ishini iching deb bek ko'ngilsiz ovoz bilan so'zlaganligini sezib oldirash ishini ochdim. Ahmad aka nima bo'ldi? Erim amonmi deb so'radim. Eringizni urib qoldirib qo'yib o'ldi deb ko'mivatdi degan edi. Beshim aynib o'zimni yo'qotgandek bo'lib ishga yo'linib qoldim. Uxlayotgan 15 yoshli o'g'lim nima bo'ldi apa deb yugurib kelib meni yo'lab oldi. U odam diqqat qilib angla o'g'lim, dadangni ko'mgan yerni yaxshi bilib elib borsanglar, u texi o'lmadi. Menmo qorong'uda ularga sezdirmay o'lib qolmasin deb ustini oz to'pi bilan yepib qo'ydim. O'rniga to'pini burunqidek dövlab qo'yinglar, tez beringlar, chiqirib olalaysizlar. Meni dedi deb umr bo'yi og'zinglardan chiqib ketmasin deb
o'g'limga ko'milgan yerni aniq uqtirib o'zi asta ketib qoldi. Bir ozdan keyin beshim aylanganini tuzilib o'zimga kelgandan keyin qarsam o'g'lim gurjaklarni va qo'l chiroqni ilib kiyimini kiyib tayyor bo'pti. Bolalarni uyda yolg'iz qoldirib o'g'lim bilan ikkimiz degan yerga bordik. U bir chet yer ekan, deyilgan yerda yangidan ko'milgan to'pi dövlarni ko'rib qo'lashga boshladik. O'g'lim gurjak bilan men qo'lim bilan tatillashtirib qabrni ochdik. Degandek biz to'pi bilan ko'milgan ekan, o'g'lim ikkimiz erimni so'rab tartib chiqdik. Qarsam erim tirik yuragi so'qib turdi. Ikkimiz hop boshlab ming taslikda uyga elib keldik. Kishilarning yoshirin uyda bir oydak qaradik. Erim tirilib saqayib qoldi. Biz uni uyda uzoq tutishga bo'lmaganlikdan bir kechada poyezd bilan Turbanga elib berib, ismini yo'tkab, turqini mana shunday o'zgartib qo'ydik. Erimning bir singisi bor edi. Uning uyiga olib borib qo'yib qaytdim. U yerda erim yoshirin yashashga boshladi. Biz oyda bir martaba pul keraklik narsalarni elib berib turdik. Erim Turban, To'qsun, Pichan qatorliq yerlarda, yezlarda, chet joylarda 2,5 yil yoshirinib yurdi. Keyin men erimning akisi og'rib doktorga keldi deb uyga elib kelib oldim. Mushu 4 yil ichida ko'p qiyinchiliklarni tortib ketdik. Erimning masalasini tekshirib aniqlab va erimning nega ketganligini, o'lik tirikligidan idoradan tekshirib bersanglar deb kelgan maqsadini aytdi. O'ltirgan odamlar anglagan so'zlari uchun quloqlariga ishonmasdan bir-birsiga qarab va yana u ayolga qaraydi. Ablas u ayolga idoradan eringizni izlashtirib ko'rmadingizmi deb so'radi. Ular o'zlari menga erim solab qo'ygan yerdan qochib ketdi, topolmayotimiz deb xabar qildi dedi. Ablas u odamdan nima jinoyat qilganligingiz uchun sizni o'ldirmoqchi bo'ldi deb so'radi. Kapitalizm yo'lga mangan huquqdor. Ikkinchi xiyonatchi. Sen nima narsalarni xiyonat qilding? Üçüncü, mening navri tuqqanlarim G'uljida yashaydi. Ular Qashda Sovetga qochib ketgan ekan. Ular bilan nima aloqa qilding? Shuni topshir deb kecha-kunduz qiynab urdi dedi. Sen rost xiyonat qilganmi? Yo'q, bir tiyinmi xiyonatim yo'q dedi. Biz sizning ishingiz ustida idorangizga xizmat tekshirish uchun odam avatimiz. Onda tekshirib sizning nega ketganligingizni izlab tepish kerak. Shuningdan keyin bu masalalar o'zligidan yeshildi dedim va 2 kundan keyin yana kelishni buyurdim. Bizning ishimizni jamoat xavfsizlik idorasining materiallar bo'limiga topshirdik. Endi sizlar Musa Isa bilan aloqa qilinglar. Bu ishni shu kishi ishlaydi dedi. Shuning bilan Gong'antingning maktab ham noyilik jamoat xavfsizlik idorasining oraliqida 6 oy har kuni qatrab yurib kunimiz o'tdi. Nansandan meni elib ketish uchun bir mashina minbin bayroq, lozunka va mavjushining rasmlarini ko'tarib 2 qatim kelgan ekan. Noyilik jamoat xavfsizlik idorasining boshlig'i Xaris Avzi Gong'antingning ularning masalasini tekshiryotdi. Ish tugandan keyin qaytib ketadi deb ularni ketkizgan ekan.